Xabaringiz bor, davlatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi o'tkazilmoqda. Unda hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etish, aholi bandligini ta'minlash, xonadonlar farovonligini oshirish hamda mahallalar obodligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda hokimlar va hududiy tashkilotlar rahbarlari tuman hamda mahallalarga biriktirilgan. Yil yakunida eng namunali hovli, ko'cha va mahallalar aniqlanib, g'oliblarga soliq imtiyozlari beriladi. Urganch tumanidagi Qoramon mahallasida ham oylik doirasida aholi turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgan kompleks tadbirlar tashkil etildi. Joriy yilda davlatimiz mustaqilligining 35 yilligi yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida nishonlanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, islohotlar natijasi eng avvalo mahallalarda ko'zga tashlanishi va odamlar kayfiyatida o'z aksini topishi lozim. Shu nuqtai nazardan Qoramon mahallasida o'tkazilgan kompleks tadbirlarda aholi bandligini ta'minlash, yangi daromad manbalarini yaratish va fuqarolarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida tumandagi tashkilot va muassasalar mavjud bo'sh ish o'rinlarini taklif etib, ish izlayotgan fuqarolarga o'zlari uchun munosib ish topish imkoniyatini yaratdilar. Dolzarb 40 kun tadbir asosida Urganch tumanida barcha mahallalarda ketma-ketlik bilan mehnat va savdo yarmarkalari o'tkazmoqdamiz. Mana bugun Qoramon mahallasidamiz. 34 ta korxona tashkilotdan 209 ta bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi qilinmoqda. Bunda asosan aholini ishsiz, kasb-hunarga ega bo'lmagan yoshlarimiz mehnat yarmarkasiga kelib turib, o'zlariga munosib bo'sh ish o'rinlari bilan tanishib, ma'qul keladigan bo'lsa, shu yerda yo'llanmalarni olib turib, korxona bilan bog'lash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Urganch tumanida 22 ta mahallada kasb-hunar yo'nalishlarida o'qishlar ochganmiz. Buni natijasida qisqa kurslarni yakunlab, maxsus sertifikatlarni olib, o'zlariga munosib kasblarni egallab, bo'sh ish o'rinlari bor korxonalarga ishga joylashadilar. Tadbir doirasida madaniyat markazi oldida aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari savdo yarmarkasi ham tashkil etildi. Bu yerda kundalik ehtiyoj uchun zarur mahsulotlar aholiga qulay narxlarda taklif qilindi. Bank moliya muassasalari tomonidan imtiyozli kredit ajratish bo'yicha takliflar, ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, maxsus texnikalar va hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi namoyish etildi. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining o'zini o'zi band qilishi va yangi daromad manbalarini shakllantirish maqsadida bir qator mikro loyihalar amalga oshirilib, yangi ishchi o'rinlari yaratildi. Jumladan mana bu tibbiy xizmat ko'rsatish maskanida ozonoterapiya, hamshiralik xizmati va boshqa birlamchi tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Qoramon mahallamizda shuningdek tibbiy xizmat ko'rsatish punkti oldinlar yo'q edi. Xalqimizga qulaylik yaratish uchun shuningdek shoxobchani tashkil qildik. Ozonoterapiya, hamshiralik xizmatlarimizni tashkil qilganmiz. Oddiy bir pul olish uchun tuman markazina yoki shaharga qarab yo'l oladi. Fuqarolarimiz hozirgi kunda esa shu xalqimizga qulaylik bo'lib, bu tibbiyot maskanimiz mustaqilligimizni 35 yilligina sovg'a bo'ldi. Qoramon mahallasining asosiy drayveri qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hisoblanadi. Shu bois aholining ko'pchiligi tomorqa imkoniyatlaridan samarali foydalanib, issiqxonalar tashkil etgan. Bu yerlarda bodring, pomidor va turli ko'katlar yetishtirilib, ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Mahalla yettiligi tomonidan aholiga amaliy ko'mak ko'rsatilib, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bu esa xonadonlarda ishlab chiqarish hajmini oshirish, oila a'zolarini band qilish va barqaror daromad manbaini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Issiqxonani hokim yordamchisi yordamida, fuqarolar yig'ini yordamida 40 million so'm imtiyozli kredit olib ishga tushirdim. Bodring mahsulotlarini ekkanmiz. Bir yilda 4 marotaba hosil olamiz. Oilamizning 4 ta a'zosi ish bilan ta'minlangan. Shu issiqxonada ishlaydilar. Ushbu mahallada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar avvalo fuqarolar daromadini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududni ishsizlikdan xoli mahallaga aylantirishga qaratilgan. Shu bilan birga mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida hududni yanada obod va ko'rkam maskanga aylantirish maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari ham olib borildi. Umumxalq hashari tashkil etilib, ko'chalar, xonadonlar atrofi, jamoat joylari saranjom sarishtalikka keltirildi. Maishiy chiqindilarni yig'ishtirib, begona o'tlardan tozalash, hududni ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Zero obod mahalla farovon hayot va aholi xotirjamligining muhim omilidir.